Bor yo'g'i 1 daqiqa ichida Kanada davlatining Ford rasmiy dileridan avtomobilni xarid qilib, toki O'zbekistonning Albion omborxonasidan egalari haydab chiqib ketgunicha bo'ladigan jarayonni yoritib bermoqchimiz. Avvaliga kelishilgan narxda mijoz aynan buyurtma bergan avtomobillarni rasmiy dilerdan xarid qilamiz va eksport uchun kerakli bo'ladigan hujjatlarni rasmiylashtirishni boshlaymiz. Eksport uchun hamma hujjatlar yig'ilgandan keyin samolyot orqali jo'natishimiz uchun avtomobilga o'rin band qilamiz va uchish uchun chiptani olamiz. Avtomobilni esa Lamborghini bilan samolyotga birga ortamiz va Kanada davlatidan to'g'ridan-to'g'ri O'zbekistonga parvozlar bo'lmaganligi uchun samolyot Olma-Otada qo'nadi. Olma-Ota aeroportida ham O'zbekiston uchun kerakli bo'lgan hujjatlar yig'ilgandan so'ng mijozning buyurtmalari maxsus avtomobil orqali O'zbekistonga yo'lga chiqadi va undan keyin to'g'ri Toshkentning Albion omborxonasiga kelib tushadi. Undan keyin esa hujjatlar rasmiylashtiriladi, bojxona to'lovlari to'lanadi va yakunda esa mijozimiz o'zlari buyurtma bergan avtomobillarni haydab Albion omborxonasidan olib chiqadilar va albatta Telegram kanalimiz orqali inomarkalarning kunlik narxi, bojxona to'lovlari va batafsil ma'lumotlarini ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi.